Siz Manchester City safida katta bosimli, katta uchrashuvlarda ishtirok etdingiz. Bugungi o'yin bilan solishtirganda Chempionlar Ligasi mana bu o'yin. Hozir O'zbekistonning o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma Germaniya bizda bo'lmaydi aka. Bu savolga javob berib keyingi savol aka. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi 10-da? 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barchani aytib qo'yish kerak emas. hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom davor. Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha, Bo'ldi. bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat. Abbos, siz Turaymi? Turib tur. turing. Do'stingizni yonida turing. Do'st bo'lsang, Abbosning Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Alhamdulillah. Bu g'alabaga erishishni butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdi va O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli deb o'ylayman, chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasa uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu uddaladik. Alloh ber. Ko'tarib ketdi.